Qanaqa qilib aynan mертвый sezonda, ya'ni sezonmas paytda savdoni rekord darajaga chiqarish mumkin? Agar sizda постоянно shu muammo bo'layotgan bo'lsa, sezonmas hozir, mертвый sezon paytida savdo qila olmayapmiz, imkoni yo'q savdo qilish, rekord urish deyotgan bo'lsangiz, unda bu video aynan siz uchun. Sababi bizda yaqinda xuddi shunaqa bitta loyihamizda rekord o'sish bo'ldi mертвый sezon paytida. Tanishing, Falcon brendi bu aynan optika ko'zimdagi achki ham aynan shu brendga tegishli. Ya'ni optika biznesi 5 ta filial bor, Namanganda, Farg'onada asosiy filiali 5 ta filial. Va Muhammad Sodiq aka ularning rahbari bizlar bilan ish boshlashlaridan oldin xuddi shu muammo bor edi. Ya'ni biz ishni boshlayotgan paytimizda mертвый sezonga qarab kelyapmiz. Ya'ni iyun, iyul oylari eng savdo tushgan 4 yil ichida eng savdo qulaygan payt ekan. Va o'sha payt kirib kelgan paytimizda juda ham hayron qoldik va ishni boshlaganimizdan keyin va natijada umuman 4 yil ichida eng katta savdo nuqtasi mana shu iyun oyida bo'ldi. Ya'ni 4 oylik оборотda oyma-oy kesimda oladigan bo'lsak, iyun oyi mana shu biz ishlayotgan 26-yilda iyun oyida eng baland o'sish kuzatildi. Buni qanaqa qilib sababchi bo'ldik? Hozir bittalab ochib beramiz. Umuman Muhammad Sodiq aka qanaqa kelib qoldi? Qanaqa tanishib qoldik ular bilan? Seminar qildim 1 yil oldin, 25-yilda kelgandilar, o'tirgandilar, gaplashgandik keyin. Undan keyin shu oradan 1 yil o'tib, bizani uslubimizni, sotuv bo'limi qurish uslubimizni olishdi. Ya'ni Tisroin produktimizni sotib olishdi va ular bilan ishlashni boshladik. Qariyb 2 oydan oshiq ishlaganimizdan keyin iyun oyida rekord darajada bo'ldi. Keling bo'lmasam bularni ketma-ketlikni ochib bersam. Nima ishlar qilindiki, rekord darajadagi sotuv summasi amalga oshirildi. Birinchisi, bundan oldin Falcon brendi asosiy mijozlari bu ko'chadan kelayotgan mijozlar deb o'ylardi. Ya'ni asosan do'konlarda, o'sha do'konlar bozorga yaqin, odam ko'p o'tayotgan joydan do'kon ochishardi. Va biza birinchi o'sha Tisroindagi etapimiz, tadqiqot etapimizda Kazdev, ya'ni mijozlarni o'rgandik. Va mijozlarni 20 ta 30 tasi bilan qo'ng'iroq qilib gaplashgan paytimizda bitta narsani bildikki, nimaga kelyapsiz degan paytda doktorning tavsiyasi orqali, ya'ni doktor mana shu yaqin atrofda optika borishga interesingiz bo'ladi degandan keyingina bildik. Ya'ni keldim bitdi. Ya'ni bizani asosiy mijozlarimiz bu doktorlarning tavsiyasi orqali kelar ekan. Biz bo'lsam bu narsani 4 yil ichida bilmaganmiz. Biz ochamiz, odamlar reseptdan kelyapti, berib yuboramiz deb o'ylaganmiz. Va eng muhim narsa, shuni tushunganimizdan keyin bizni hisob-kitob qilsak, bizda umumiy shu 4 ta 5 ta umuman shu barmoq bilan sangan doktorlar bilan bizani tanirkan. Keyin biz nima strategiya qildik? Strategiyamizni butunlay B2C, ya'ni iste'molchiga emas, balkim doktorlarga qaratdik. Jamiki doktorlar bilan borib, ya'ni Namangan shahridagi doktorlar bilan borib gaplashib, ularga o'zimizni tanishtirib, qanaqa brendligimizni, qanaqa ishlar qilishimizni va qanaqangi uni patsientlariga biz yordam berishimiz mumkin, ya'ni optika sohasida. Bu bo'yicha gaplashdik, bu bo'yicha alohida biz ssenariy tuzib berdik sotuvchilarga, ya'ni qanaqa gaplashish kerak bo'yicha va har bir doktor bilan tanishib, ya'ni memorandum deydi-ku, ya'ni biz siz bilan shu hamkorlik ishlash tayyormiz degan narsani aytdik. Ya'ni sizni patsientlaringizga biz eng sifatli achkini arzon narxda qilib beramiz degan taklifga o'xshagan taklifni berdik. Va oradan ozgincha vaqt o'tdi va biz ikkinchi qilgan ishimiz bo'ldi. Ikkinchi qilgan ishimiz bu kelgan sotuvchilarga sotuv ssenariysini tuzib berdik. Sotuv ssenariysi qanaqa bo'ldi degan bo'lsak, oldin kelgan odamlarga xush kelibsiz, keling o'zingiz tanlang derdi. Biz juda ham katta vaqt ketib qolardi mijozni tanlashiga. Va biz nima qildik? Mijozga bir ikkita savollarni berib turib, ehtiyojini aniqlab turib, unga ikkita yoki 3 ta variant berishni o'rgatdik sotuvchilarga. Va eng muhim narsa, bundan oldin sotuvchilarda plan bo'lmagan edi. Ya'ni savdo rejasi bo'lmagan edi. Biz har biriga savdo reja qo'yib, o'sib borgan bonus qo'ydik. Ya'ni protsentlarni aytaylik. 3, 5, 7 kabi o'sib borgan protsentlar qilganimizdan keyin umumiy daromad mash joyi o'zida 2 baravarga o'zgardi. Bu ham qiziqarli narsa, aytish mumkin. Saror oddiy narsalar bu. Qanaqa oddiy narsa? Ha, oddiy narsa, lekin aynan joyiga tushsagina, ya'ni mixi joyiga ursagina u ideal ishlashi mumkin. Endi mana shu joyda biz hayron qolgan joyimiz nima bo'ldi? Ya'ni sotuvda, ya'ni umuman biznesda asosiy narsa bu biz o'ylaymiz sezon. Ya'ni sezon paytida savdo yaxshi bo'ladi, sezonmas paytda savdo yaxshi bo'lmaydi. Endi sezonmas paytda nimalar qilishimiz mumkinki, biz savdoni oshirish mumkin bo'lgan. Bizda hozir kanal prodajalar, ya'ni B2C uchun, onlayn uchun alohida yo'lga qo'yamiz. Offlayn kelayotgan uchun alohida, hamkorlar bilan alohida ishlaymiz. Hozir klinikalar bilan kollaboratsiya qilib ishlashni o'ylaymiz va klinikalarning ichidan optika ochishni o'ylaymiz. Va umumiy qilib aytganda, biz hozir
shu yil oxirigacha 10 ga yaqin filiallarni yo'lga qo'yish ustida ishlayapmiz. Endi agar siz faqat aytaylik B2C ga bog'lanib qolgan bo'lsangiz, mijozga sotuv bor, mijoz kelmasa sotuv yo'q degan bo'lsa, unda qanaqa qilib biz sabablarni mukammal qonimizga o'ta olamiz? Ya'ni biz sabablarni mukammal qilishimiz, qo'limizdan kelgan hamma ishni qilishimiz, undan keyin natija bo'lsa rozi bo'lishimiz kerak. Lekin hali sabablar qo'yotgan bo'lsa, mijozni oldiga borishimiz mumkin bo'lsa, hamkorlar topish mumkin bo'lsa va eng qizig'i mijozni almashish mumkin bo'lsa, nimaga yo'q? Nimaga yo'q? Ya'ni biz umumiy o'sha Falcon brendida ushbu ishlarni amalga oshirganimizdan keyin umumiy qariyb savdo 2 baravarga va umuman rekord darajada aynan iyun oyida o'sish bo'ldi. Endi aynan sizni biznesingizda nimalar qilish mumkin? Birinchisi, ya'ni siz mijozingizni juda ham yaxshi bilishingiz, tanishingiz kerak. Ya'ni uni ehtiyoji nima? U qayerlardan narsa sotib oladi? Qachon sizdan oladi yoki qachon sizdan olmaydi? Birinchi bo'lib ehtiyoj uyg'ongan paytda u qayerlardan qidiradi? Mana shu hamma narsani bilganingizdan keyin siz mijozingizni qayerdan topishni o'rganib olasiz. Mijozingizni paydo bo'lgan manbasi borda, o'sha joyga topishni o'rganasiz va o'sha yerga primoy borishingiz mumkin bo'ladi. Undan keyin biz raqobatchilarni ham yaxshi o'rgandik. Ya'ni raqobatchilarimiz nimada ustun, ular qanaqa ishlayapti, marketing qanaqa qilyapti, sotuv qanaqa ishlayapti, produkti, sifati, servisi, hamma narsani biz o'zimiz o'rganishi, mijozga borib o'rganib kelish. Bu ham juda ham ko'p insightlar beradi sizga. Yaxshi qotganingiz bo'lsa ko'chirishingiz mumkin, yomon qotganingiz bo'lsa insight olishingiz mumkin. Mana shu narsa sizga yordam beradi. Keyingisi, ya'ni sotuv bo'limingizda sotuvchilaringiz qanaqa qilib mijozni onboard qilishadi, ya'ni qanaqa kuzatishadi. Bu shu CRM sistemasi orqali. CRM qanaqa ishlashi, qanaqa voronkalar kerak sizga, pre-sale, sales, fermer, qaysi voronkadan to'g'ri foydalanasizki, ertaga bitta mijozdan maksimal qiymat olishingiz uchun. Va keyingisi, sotuvchilaringiz qanaqa ishlasin, ya'ni qanaqa gapirsin, e'tirozlar bilan qanaqa ishlasin, savollarga qanaqa javob bersin, mijoz bilan qanaqa ishlasin. Mana shu hammasi sotuv ssenariysi va skriptlarda bo'ladi. Va 4-chida bu sotuv bo'limiga ko'zini yondiradigan rag'batlantirish tizimi. Falconda biz hattoki usta, ya'ni o'sha achkini yasagan ustalarga ham KPI qo'yganimizdan keyin ustalar ham 2 baravar quvvatda ishlashni boshladi. Bundan oldin hamma sulayib, bemalol ishlagan bo'lsa, hozir 2 baravar quvvatda maksimal ishlashyapti. Ya'ni KPI shunaqa narsaki, bu xuddi o'shani it dumini qo'yib etolmaydi, xuddi shunaqa narsa. Ya'ni doimiy tarzda uni majburlashga, ko'proq ishlashga, ya'ni KPIlarni to'g'ri qo'yish, planni to'g'ri qo'yish va sotuvdan prosentlarni to'g'ri qo'yish kerak. O'shanda siz xohlayotgan Z avlod siz kabi ishlashni boshlaydi. Va keyingi etap o'qitish, ya'ni xodimlarni o'qitish kerak. Chunki xodimlar keldi, u bilmasa, u ishga tushish qiyin. Shuning uchun biz xodimlarni qayta o'qitadigan tizim yaratamiz. Ya'ni bu o'qitish etapida bo'ladi. Va keyingisi albatta to'g'ri xodimlarni yollashimiz kerak. Ya'ni to'g'ri xodimlarni yollayotgan paytingizda, ya'ni bizda testlar orqali, ya'ni o'zi sotuvchimi bu odam, sotuvchi emasmi, sotuvchi odam nimani qilish kerak, sotuvchi odam qanaqa bo'lishi kerak, jangchi bo'lishi kerak-da, u sotuvchilar o'zi sog'lom odamlar emas, ya'ni psixlar deymanmi. Nimaga desangiz, sotuvchi odamlar biror bir joyga borganda yo'q e'tirozni eshitsa ham uni hayaga aylantira oladi. Va shunaqa odamlar bor, bular sotuvchi emas, tinchliksevar odamlar. Ularga tinchlik kerak. Ular sotgandan ko'ra sotmaslik uning выгодный. Chunki energiyani ishlatishi va o'sha pul olishi o'ziga ep ko'rmaydigan odamlar. Sizni ham sotuv bo'limingizda shunaqa odamlar bo'lishi mumkin va u yaxshi bolalar hammasi, lekin sotuvda ular qiynalishadi. Shuning uchun biz to'g'ri odam ishga olishni yo'lga qo'yamiz. Va eng muhimi oxiri, nazorat, ya'ni sotuv bo'limingizda nazorat tizimini yo'lga qo'ymas ekansiz, eng katta muammo shu yerda boshlanadi. Ya'ni bizda shunaqa tizim, ya'ni odam baribir qarab turmasa, kimdir hey deb turmasa, odatda odamlar ishlamaydi. Shuning uchun hay degan tizim kerak. Shuna hisobotlar, majlislar biz uchun juda ham kerak. Ya'ni sotuv bo'limida sotuvlarni oshirish uchun kim nima qilayotganini bilishi va bu bo'yicha hisobot berishi va qanaqa muammo bo'lsa uni to'g'irlash ustida birga ishlashimiz kerak. Umumiy qilib aytganda bizning Tesoroin tizimimizda 7 bosqichli sotuv bo'limini qurish deyiladi. Endi agar siz ham biznesingizda muammolar bo'layotgan bo'lsa, ya'ni sotuv bo'limingizda aytaylik, siz sotuv bo'limingiz bor-u, lekin sotuv bo'limingiz siz xohlagan ishlamayotgan bo'lsa, sezonmas paytda qiynayotgan bo'lsangiz, sotuvchilaringiz aytaylik, kayfiyatga qarab ishlayotgan bo'lsa, umuman plan, sotuv plani bajarilmayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda tijoriy bo'limingizda muammolar bo'lishi mumkin. Va biz yaqinda aynan tijoriy transformatsiya nomlangan kurslarni boshladik. O'sha Falcon brendi ham aynan o'sha kursimizda o'qiganlar. Bizda shunaqa tarif bor, kelib u faqat o'rganishingiz mumkin va siz kelasiz, o'rganasiz va biz bo'lsa sizga o'sha hujjatlarni, sotuv bo'limining muammolarini hal qilishga yordam beramiz, instrumentlar jihatdan. Ya'ni shuna ikkita tarifimiz bor. Sotuv bo'limi transformatsiyasi kimlar uchun? Siz marketing va sotuv bo'limini sinxron ishlatishni xohlasangiz
va o'rtada moliya jihatdan qiynalib qolmasligini xohlasangiz, chunki kassiya rezerv bo'lmasligi, to'g'ri marjinalli produkt sotish xohlagan bo'lsangiz, mana shu 3 tasi birlashgan. Ya'ni bu tijoriy bo'lim, marketing, sotuv va finans. Mana shu moliya 3 ta bo'lim birlashsagina tijoriy bo'lim paydo bo'ladi. Va aynan shu tijoriy bo'limni yo'lga qo'yishi, qanaqa qilib ko'proq leadlar olishi, murojaatlar olishi va uni qanaqa qilib tezroq konversiya qilishi va sig'inchilikka oshirishi va marjasi balandroq bo'lgan produktlar sotib, korxona tezroq daromad kirishi bo'yicha gaplashamiz. Va umumiy qilib aytganda bizning kursimiz 8 ta moduldan iborat bo'ladi. Umumiy 1 oylik bo'ladi. 8 ta dars, ya'ni shanba yakshanba kunlari bo'ladi va sizga juda ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Eng qizig'i, siz bitta o'zingiz emas, balkim jamoangizda 2 ta xodim bilan yoki eng yaqin o'sha rob bilanmi yoki marketing bilan birga kelib o'qishingiz mumkin bu kursda. Birgalikda tijoriy bo'limingizni qurishni o'rganamiz va o'zimizda bor hamma ishtirokchi instrumentlarni beramiz, siz bu etapdan tezroq o'tishingiz uchun. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, ushbu videoning tagida link bor, ro'yxatdan o'ting, telefon raqamingizni qoldiring, batafsil ma'lumotga ega bo'ling va xudo xohlasa siz bilan tijoriy transformatsiya kursida ko'rishamiz. Agar sezon degan so'zdan charchagan bo'lsangiz, bu sizga ayni muddao bo'ladi. O'sam ro'yxatdan o'ting.